Xo'p, 9-test, attestatsiya testi, 16-savol. Ideal gazga 600 joule issiqlik miqdori berilganda, ichki energiyasi 200 joulga ortdi. Bunda gaz qanday ish bajargan deyapti. Xo'p, demak, berilgan issiqlik miqdori Q 600 joule berilayotgani uchun uni musbatdan oldim. Endi ichki energiyasi 200 joulga ortdi. Uni ham musbatdan olamiz, ortganligi uchun. Xo'p, shunda gazda bajargan ishini so'rayapti. Termodinamika birinchi qonuniga ko'ra Q teng mana ichki energiya o'zgarishida delta U plus A gaz. Bu yerdan men A gazni topadigan bo'lsam, Q minus delta U bo'lib javob 400 joule chiqar ekan. B varianti. Xo'p, 17-si. Qaysi jarayonda gaz ichki energiya hisobiga ish bajaradi deyapti. Xo'p, adiabatik jarayonda shunaqa bo'ladi. Nimaga desangiz, chunki adiabatik jarayonda issiqlik miqdori 0 bo'ladi-yu. Xo'p, natijada delta U teng minusdan A gaz bo'lib qoladi. Yoki bo'lmasa A gaz teng minusdan delta U. Qarang, ichki energiya o'zgarsa, keyin ish bajarilar ekan. Shuni hisobiga adiabatik jarayon bo'ldi. Xo'p, 18 endi. Diagonali 2 cm bo'lgan kvadrat uchlariga har birining zaryadi 10 nanokulondan bo'lgan nuqtaviy zaryadlar joylashtirilgan bo'lsa, kvadrat markazidagi potensialni aniqlang deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, bitta kvadrat chizamiz. Mana kvadrat bo'lsa, endi ularning aytishi bo'yicha hammasiga zaryad joylashtirildi, uchlariga to'g'rirog'i. Mana. Hop, Q1, Q2, Q3, Q4. Keyin markazdagi potensial so'raldi. Potensial skalar kattaligi shuni hisobiga umumiysini topish uchun shunchaki qo'shib qo'yamiz. F1 plus F2 plus F3 plus F4. Endi zaryad nuqtalari bir xil. Keyin har bitta zaryaddan markazgacha bo'lgan masofa diagonalda yarmi. Men nima demoqchiman? Masofalar ham bir xil. Shuni hisobiga F umumiy teng 4 ta F0 deb turaylik. F0 bu yerda bitta zaryadni markazda hosil qilgan potensial. 4 ko'paytiruv K Q taqsim R bo'ladi. R masofaga diagonalda yarmini olasiz. K Q taqsim hop diagonal taqsim 2. Shunda F umumiy teng 8 ta K Q taqsim D. Shuni hisoblab qo'yish kerak. 8 ko'paytiruv 9 10 darajasi 9. Zaryad miqdori 10 ko'paytiruv 10 darajasi minus 9. Mahrajda hop diagonalimiz 2 10 darajasi minus 2. Hop, shunda 36 kilovat chiqadi. Mana ular qisqarib ketadi. F umumiy teng 36 kilovolt. C javob. Hop, 19. E yukasi 1.1 volt bo'lgan tok manbaiga R teng 2 ohm bo'lgan tashqi qarshilik ulanganda tok kuchi 0.5 amperga teng bo'lsa, qisqa tutashuv tokini toping deyapti. Hop, dastlab ichki qarshilik topib olamiz. I teng E yuki taqsim katta R plus kichkina r. Hop, I bor joyga demak 0.5, E yuki bor joyga 1.1, mahrajda 2 plus kichkina r. Hop, 2 plus kichkina r teng 1.1 taqsim 0.5. Bu yerdan r ni topadigan bo'lsak, 0.2 ohm chiqdi. Ana endi qisqa tutashuv qachon bo'ladi? Tashqi qarshilik bo'lmaganda. Ya'ni biz zamikaniya deb qo'yamiz, xuddi o'sha narsa. E yuki taqsim kichkina r, E yukamiz 1.1, ichki qarshiligimiz 0.2. Shunda 5.5 amper chiqar ekan. Va A javobda turibdi. Xo'p, 20-si. Agar kuchlanishning effektiv qiymati 200 volt bo'lgan, o'zgaruvchan tokka aktiv, sig'im va induktiv qarshiliklar ketma-ket ulangan bo'lsa, 10 sekundda zanjirdan ajraladigan issiqlik miqdorini toping. Do'stlar, xo'p, o'zgaruvchan tokda gaplashganmiz. O'zgaruvchan tokda ajraladigan issiqlik miqdori quvvatga bog'liq bo'lgan savollar tushsa, siz faqatgina aktiv qarshilikni o'rganasiz. Chunki sig'im qarshilik bilan induktiv qarshilikdan issiqlik ajralmaydi tok o'tganda. Hop, Q teng demak U effektivning kvadrati taqsim RT dan foydalanasiz. Z deb yozmaysiz hozir. Hop, U effektiv berilgan, mana 200 ning kvadrati. Hop, qarshiligimiz 3, ko'paytiruv vaqtimiz 10. Hop, endi shuni soddalashtirish kerak. Shuni hisoblaymiz. Bu 4 ko'paytiruv 10 darajasi 4 taqsim 3 ko'paytiruv 10 degani. Xo'sh, endi 400 taqsim 3 kara 10 darajasi 3. Alohida ajratib oldim. Endi 400 taqsim 3imiz bu necha bo'ladi?
133 bo'lishi kerakmi? Taxminan 133 kilojoule bo'lishi kerak. Hop, mana variantda 25 bo'lib qopti. Yo'q, 25 emas. Qarang, buni to'g'rilaysiz, xatolik ketib qopti. Mana A javobdagi vergulni o'chirib qo'yasiz. 133 bo'ladi shunda. Hop, 21. Magnit induksiya chizig'lariga nisbatan tik joylashgan o'tkazgichga ta'sir qiluvchi amper kuchini hisoblang deyapti. Hop, amper kuchini formulasi F amper teng Bill sinus alfa. Hozir tik joylashgan degan uchun alfaga 90 gradus oladi. Shunda Bill degan ifoda qoladi. B 20 millitesla 20 darajasi minus 3, tok kuchi 10. Hop, uzunligi 10 cm, bu 0.1. Shunda 20 millinewton chiqyapti. B javob. Hop, 22. Radioaktiv elementning o'rtacha yashash vaqti 5.76 sutka bo'lsa, yarim yemirilish davrini aniqlang deyapti. Hop, o'rtacha yashash vaqti bilan yarim yemirilish davri orasida quyidagicha bog'lanish bor. Hop, yashash vaqtini topish uchun yemirilish davrini, ya'ni yarim yemirilish davrini 1.44 ga ko'paytirish kerak. Hozir bu yerdan siz t ni topmoqchi bo'lsangiz, yashash vaqtini 1.44 ga bo'lasiz. Hop, shunda 576 taqsim 1.44 bo'lib, hop, taxminan necha chiqar ekan? 4 chiqar ekan mana. Va bu D javobda turibdi. Hop, 23. Sindirish ko'rsatkichi 1.6 bo'lgan yassi qavariq linzaning optik kuchini aniqlang. Linza sirtining egrilik radiusi 6 cm. Hop, tushunarli. Demak, yassi qavariq linza deyapti. Bu nima degani mana? Bir tomoni yassi ekan, bir tomoni qavariq holatda bo'lar ekan mana. Mana shu yassi qavariq linza. Endi uni optik kuchi D teng n linza taqsim n muhit minusdan 1 qo's ichida 1 taqsim R1 plus 1 taqsim R2. Hozir yassi degan uchun bir tomonining egrilik radiusi yo'q. Shuning uchun o'chirib qo'yamiz. Natijada endi muhitga ham indamagan. Bir olib ketaveramiz, ya'ni vakuum deb ketaveramiz. N linza minus 1 ko'paytirib 1 taqsim R bo'ladi. Xo'p, optik kuchi D teng 1.6 minusdan 1 taqsim 6 10 darajasi minus 2. Chunki optik kuchi dioptriya chiqishi uchun mahrajda metr turishi kerak. Xo'p, shunda 0.6 taqsim 6 ko'paytirib 10 darajasi 2. Bu degani 10 dioptriya chiqadi mana. B javobda turibdi. Xo'p, yassi degan uchun shuna dedik. Bir tomoni radiusini yo'q deb faraz qildik. 24. Agar bunday deganda edi, mana shu 23 ta. Shunchaki qavariq linza deganda, unda ikkita tomonini nima qilardik? Mana bo'lsa, mana alohida o'rganilardi. Unda ikkalasining ham radiusi teng bo'lib qolardi. Lekin hozir unaqa demayapti. Xo'p, 24. 200 volt o'zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan lampadan 1 soatda qanday issiqlik miqdori ajraladi deyapti. Xo'p, demak kuchlanish tok kuchi vaqt berilgan uchun shunchaki Q teng IUT Joule-Lenz qonuni. 0.5 ko'paytirib 200. Mana vaqtini soatda berilgan, uni sekundga o'tkazish kerak. 3600 bo'ladi. Xo'p, shunda 100 bo'ladi. 10 + 4 bo'lsa, demak 36 10 darajasi 4 bu 360 kilojoule degani. D javob. Xo'p, 25. Jism balandligi 0.5 metr va uzunligi 1 metr bo'lgan silliq qiya tekislikdan qanday tezlanish bilan tushadi deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, mana bu qiya tekislik bo'lsa, balandligi deganda h, mana uzunligi deganda gipotenuza nazarda tutiladi. U pastga qarab tushishi kerak ekan. Xo'p, eslaringizda bo'lsa, dinamikada buni formulasini isbotlaganmiz. Pastga qarab tushayotgandagi tezlanish formulasi J qo's ichida sinus alfa minusdan mu kosinus alfa bo'ladi. Agar jism yuqoriga tezlanish bilan chiqayotgan bo'lsa, J hop qo's ichida sinus alfa plusdan mu kosinus alfa bo'ladi. Hozir pastga tushayotgani uchun birinchi formuladan foydalanamiz. Bu doimiy formula. Ishqalanish bormi? Yo'q. Shuning uchun mu ni 0 deb olib ketsangiz, oxir a teng J sinus alfa qolar ekan. Xo'p, uchburchakdan sinus alfani topadigan bo'lsangiz, h taqsim L bo'lib qoladi. 10 ko'paytirib 0.5 taqsim 1 bo'ladi. Xo'p, shunda necha chiqyapti bu? 5 metr taqsim sekund kvadrat chiqadi. Bu D javobda turibdi.
Mana tezlanish formulasini shu dinamikaning asosiy masalasi uchun tenglama tuzib topaverasiz. Pastga sudrovchi kuch, yuqoriga sirpanish, ishqalanish kuchi va hokazo. Xo'p, 26. Jismning harakat tenglamasi x teng 0.4 sinus pi t 2t minus 1 taqsim 2 ko'rinishda. Xo'p, t teng 2 sekund paytda jism tezligini aniqlang. Dastlab siz tezlik tenglamasini topishingiz kerak. Ishni shundan boshlaymiz. Uning uchun narigi siljish tenglamasidan birinchi tartibli hosil olinadi. Xo'p, shundan hosil olsam, oldidagi son turadi 0.4. Xo'p, endi quyidagicha ish qilamiz. Sinus pi qos ichida 2t minus 1 taqsim 2 bo'lyaptimi? Xo'p, demak, ana pi ni ichkariga kirgizib yuborsam, sinusdan hosila, demak, kosinusni bersa, kosinus qos ichida 2pi t minusdan pi taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, endi kelinglar, mana shuni boshini shaklda almashtiraylik-da. Xo'p, x teng 0.4 sinus pi ni ichkariga kirgizib yuborsam 2 pi t minusdan pi taqsim 2 bo'lar ekan. Xo'p, bu pi taqsim 2 da ismini o'zgartiradi-yu, sinus keltirish formulasiga ko'ra 0.4 kosinus 2 pi t degan. Xo'p, ana endi siz t teng 2 sekund paytda jism tezligini topishingiz kerak. Bitta hosil olasiz. Xo'p, v ni topishingiz uchun hosil olsangiz, demak 0.4 sinus 2 pi t ko'paytiruv 2 pi dan ham hosil olasiz, 2 pi bo'ladi. Xo'p, shunda 0.8 pi sinus, xo'p, 2 pi t. Endi t bor joyga 2 sekund olib kelib qo'ysam 4 pi bo'ladimi? Sinus 4 pi da 0 ga teng. Demak, tezlik 0 bo'lar ekan u nuqtada. Xo'p, 27. Bitta kislorod molekulasining impulsini aniqlang deyapti. Xo'p, molekulani bizga nimasi berilyapti? Tezligi berilyapti. Tushunarli. Xo'p, impuls formulasi P teng mv. Tezlik bor, massani topishimiz kerak. Bitta molekulani massasini topish uchun molyar massani Avogadro doimasiga bo'lib olish kerak. Shunda P teng molyar massa taqsim n Avogadro ko'paytiruv v. Molyar massa 32 10 darajasi minus 3, Avogadro doimasi 6 10 darajasi 23 ko'paytiruv. Xo'p, endi tezligimiz 600. Xo'p, shunda P teng necha chiqyapti bu endi? 32 oldi tursa 10 usti minus 24 chiqar ekan. Kilogramm ko'paytiruv metr taqsim sekund. Nimaga desangiz, hop, mana bu 2 dan 0 bilan mana ketdi, keyin 23 tepaga minus bo'lib ketdi-yu. Minus 1 dan minus 23 ayirsangiz minus 24. Bu 6 bilan 6 qisqarib ketdi. Hop, 28 endi. Massasi 2 kilogramm, harorati minus 10 gradus bo'lgan muz bo'lagiga qanday issiqlik miqdori berilganda u to'liq bug'lanib ketadi. Demak, siz to'liq bug'latishingiz kerak. Qanaqa qadamlar bor? Birinchi qadam, muzni 0 gradusgacha isitasiz. Demak, S muz, M muz, 0 minus, qo'ls ichida minusdan 10. Hop, muzni solishtirma sig'imi 2100, massasi 2, temperatura o'zgarishi 10. Shunda u 0 gradusgacha isiydi. Endi keyingisi, uni eritasiz. Lambda muz ko'paytiruv M muz. Ikkinchi qadamda u erib 0 gradusli suvga aylanadi. Hop, lambdasi necha ekan? 330 10 darajasi 3 ko'paytiruv 2. Hop, 0 gradusli suvga aylandimi? Endi 3-qadam uni qaynatasiz. Suvga aylanib bo'ldi. S suv, M suv, delta T suv. S suvga 4200, hop, massasi o'zgarmaydi. 2 kilogramm muz erisa 2 kilogramm suv hosil bo'ladi. Temperaturasi endi 0 dan 100 gacha ko'tariladi. Shuning uchun delta T ga 100 yozamiz. Hop. Shunda u to'liq qaynaydi. Davomi ham bor. To'liq bug'lanish kerak. 4-qadam va nihoyat qaynayotgan jismda, ya'ni qaynash haroratida turgan jismga RM degan issiqlik miqdori bersangiz, u bug'lanib ketadi. R 2.3 10 darajasi 6, massa 2. Va oxiri sizga kerak bo'ladigan issiqlik miqdori umumiy hammasining yig'indisi bo'ladi. Qiymatlarni hisoblab turib qo'shib qo'yasiz. Kilojolda topish kerak ekan. Hop, 29. Ochiq tebranish konturidagi tok kuchi I teng 0.1 kosinus
6-10 darajasi 5 pita qonun bo'yicha o'zgarayotgan bo'lsa, konturdan nurlanayotgan elektromagnit to'lqin uzunligini aniqlang deyapti. Xo'p, tushunarli. Demak, to'lqin uzunligi lambda teng elektromagnit to'lqinlar odatda yorug'lik tezligiga yaqin tezlikda harakatlanadi. Agar muhit ichida bo'lmasa. Muhit ichida bo'lsa, mana v teng s taqsim n degan formulasi bor-ku. Hozir indamaganmi? Demak, s bilan harakatlanadi. S ko'paytiruv davr. Endi davrda qanaqa qilib topamiz? Bizga tok kuchini tenglamasi berilgan-ku, o'shandan foydalanib topamiz. Mana I teng 0.1 kosinus 6-10 darajasi 5 pita deyapti-yu. U aslida tenglama qanaqa bo'lardi mana? I teng I maksimal kosinus omega t. Demak, t ni oldidagi son siz uchun siklik chastotani berar ekan. Hop, omega formulasi 2 pi taqsim davr, uni qiymati 6-10 darajasi 5 pi. Hop, pilar qisqarib ketdi. Davrni topsam 1 taqsim 3, mana 2 bilan 6 ham qisqaradi-da. 10 darajasi 5 sekund bo'ladi. Keyin to'lqin uzunligining formulasi lambda teng s taga olib borib qo'yaman. 3 10 darajasi 8, davr bor joyga 1 taqsim 3, 10 darajasi 5. Shunda 1000 metr chiqar ekan. Bu A javobda turibdi. Hop, 30-si. Hop, yuzasi 100 cm kvadrat va plastinkalar orasidagi masofa 8.85 mm bo'lgan kondensator plastinkalar oralig'i dielektrik qatlam bilan to'ldirilsa, uning sig'imi qanday bo'ladi, deyapti. Hop, tushunarli. Demak, har bitta qismda alohida ajratib olamiz. Mana bu epsilon 1 to'ldirilgan qism, hop, pastda epsilon 2 to'ldirilgan qism. Ikkalasini shunday qarasangiz, xuddiki bir-biriga qanaqa ulangandek bo'lib qoldi? Parallel ulangandek bo'lib qoldi. Xo'p, endi quyidagicha ish qilamiz. Mana bu S1 bo'lsa, bu S2. Alohida sig'imlar topib olamiz. S1 topish uchun epsilon 1, epsilon 0, S1 taqsim D1. Xo'p, epsilon 1 ga 2 olasiz, epsilon 0 ga 8.85, 10 darajasi minus 12. Nima elektr doimasi ko'paytiruv yuzaga nima olinadi? Endi 102 ga bo'linyapti-da mana. Mana bu S taqsim 2, pastda ham S taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, shuna deyapti. Mana plastinkalar orasidagi bo'lgan kondensator plastinkalar oralig'i dielektrik. 2 ga bo'linyapti yuza, o'rtasidan ekan. Xo'p, shuning uchun S1 bor joyga, ani umumiy yuza 100 bo'lsa, uni yarmi 50 mi? Ko'paytiruv 10 darajasi minus 4 cm kvadratdan metr kvadratga o'tdim. Lekin masofa o'zgarmayapti mana. Daligicha turibdi. 8.85, 10 darajasi minus 3. Xo'p, endi buni soddalashtiramiz. 885 lar ketdi. 2 kere 50. Xo'p, necha bo'ladi? 100. 110 üstü minus 2, 10 chiqar ekan. Demak, birinchi holatda 10 pikofarad chiqdi mana. 10 üstü 12 ga tegmadim, u piko degan. Demak, birinchi sig'im 10 pikofarad. Endi xuddi shu tartibda ikkinchisini topamiz. Epsilon 2, epsilon 0, S2 taqsim D2. Epsilon 2 uchliga aytilgan, 3 ko'paytiruv 8.85, ko'paytiruv 10 darajasi minus 12, yuzaga yana yarmi, 50 10 darajasi minus 4. Xo'p, mahrajda masofaga 8.85, 10 darajasi minus 3. Yana bular qisqarib ketdi. Xo'p, endi 15 chiqar ekan, keyingisi 15 pikofarad. Endi kondensatorlar o'zaro parallel ulangan edi-ku. Parallel ulanganda umumiy sig'im topish uchun shunday qo'shamiz. Demak, S teng S1 plus S2 bo'lib, shunda javob 25 pikofarad chiqar ekan. Va bizda B javobda turibdi.